Assalomu alaykum, Vargonning svarkani o'rganayotgan shogirdlar. Bu video siz uchun juda ham foydali bo'ladi. Chunki bunday videoni O'zbekistonda hech kim qilmaydi. Biz esa nomer 1lardan bo'ldik. Kuzatishda davom eting. Argonning svarkada Wolfram degan narsa bor. Bu elektrod. Wolframoviy elektrod, yonmas elektrod deyiladi. Endi shu elektrodimizni to'g'ri charxlash uslublari bor. Ya'ni birinchi uslubimiz 45 gradus charxlangan. İkinci uslubimiz iğnesimon qilib charxlangan. Necha gradusligini yozinglar. Uchinchimiz двойная заточка, 2 martalik charxlash. Ya'ni bir marta charxlaysiz va yana bir marta charxlaysiz. Ya'ni buni ikkalasini bittaga qilgan. Bu universal hisoblanadi. Bu esa 120 ampergacha ishlaydigan hisoblanadi. Bu esa 120 amperdan yuqorisi hisoblanadi. Ya'ni 45 gradusdagi charxlashimiz 120 amperajdan yuqorisiga chidaydi. Iğnesimon qilib o'tkir charxlaydiganimiz 120 amperajgacha chidaydi. Endi ikkalasini ham mana bu charxlashga to'g'ri keladi. Bu universal, ya'ni ham katta tokka ham kichkina tokka ishlaydi. Bu argonning svarkada Wolfram charxlash uslublari haqida edi. Keyingi videolarda qaysi Wolfram nimaga javob beradi va Wolframlarning razmerlari qanday bo'ladi? Aynan shu haqida gapirib o'tamiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, foydali bo'ldi deb yozib ketishni unutmang. Sizlar bilan svarchik nomer 1 va bu videoda argonning svarkani endi o'rganayotganlar uchun. Argonning svarkani o'rganayotganlar qiladigan eng katta xatolardan biri. Bu argonning svarkadagi Wolframni ishlatish jarayonida Wolfram tupoy bo'lib qolsa ham ishlatishi. Bunday qilish mutlaqo mumkin emas. Wolfram doimo o'tkir bo'lishi kerak va charxlanish chiziqlari to'g'ri bo'lgan bo'lishi kerak. Ya'ni charxlash jarayonida chiziqlar tushadi toshdan yo bolgarkadan. O'sha chiziqlar uchining joyiga qaragan, ya'ni Wolframning uchiga yo'nalgan bo'lishi shart. Yonmachasiga bo'lsa, yaxshi svarka qilmaydi. Albatta qiladi, lekin ko'ngildagidek bo'lmaydi. Xullas, svarka qilish jarayonida Wolframimiz tupoy bo'lib qoldi. Nima qilishimiz kerak? Tupoy bo'lib qolganda svarka qilish jarayonida tok chiqish topa olmaydi. Tupoy bo'lib qolganda hisobiga va har xil joylarga qarab uradi. Bu degani svarka qilish diapazoni oshadi, ya'ni svarka qilinadigan joy oshadi va chokingiz qiyshiq chiqadi yoki xunuk chiqadi yoki kuyib ketadi. Endi chiroyli svarka qilish uchun Wolframni erinmasdan doimo o'tkirlashimiz kerak va biz xohlagan joyga tok borib uradi va bizga kerakli diapazonnigina eritadi. Tushundingiz-a? Bu Wolframda asosiy qiladigan xatoyingiz. Ko'pincha hayron bo'lasiz. Wolfram tupoy bo'lsa ham svarka qilasizda, lekin nimaga xunuk chiqyapti shofim deysiz. Buni sababi Wolframingiz tupoy bo'lib qolganida, ya'ni o'tmas bo'lib qolganida, uchi sal-pal bo'lsa ham ketib qoldimi? Yaxshi svarka qilmaydi. Buning uchun sizga o'tkir Wolfram bo'lish kerak doimo. Buni eslab qoling. Bu foydali maslahat rubrikasi edi. Sizlar bilan esa svarchik nomer 1 bo'ldi. Videoda xatolik bo'lsa, kommentariyaga yozib ketishni unutmang. Video foydali bo'lgan bo'lsa, foydali bo'ldi deb yozishni ham unutmang.